holatni eshitdinglar. 13 yildan beri farzandim yo'q. 2 marta eko qildirdik. Ikkinchi urinishda eko o'xshadi, lekin homila 5-6 haftaligida rivojlanishdan to'xtab qoldi. Eko yana qildiraymi, nima deysiz, debdilar. Xo'p, birinchi navbatda 13 yillik farzandsizlik holatini sababini topish kerak. Bu erkakka bog'liq muammolar bor, ba'zida davolasa bo'ladi, ba'zida davolasa bo'lmaydi. Endi Alloh shunaqa yaratgan deyman, buni dori bilan o'zgartirib bo'lmaydi. Ayolga bog'liq muammolar bor. Masalan, bachadonnaylari butunlay yaroqsiz holatga kelib bo'lgan bo'lsa, iloji yo'q, aylanib o'rgilib yana eko qilinadi. Lekin ekoda nima uchun bo'lmasligini men ko'p takrorlaganman. 8 haftaligigacha homilani o'sishdan to'xtab qolishi, nafaqat ekoda, tabiiy homiladorlikda ham. Bu irsiyat. Irsiyat shuning uchun mana 5-6 haftalikda o'sishdan to'xtab qoldi degan esimizga kelyapti. Buni yechimi bolani genetikasini tekshirish kerak edi. Bolani genetikasi tekshirib, sog'lom embrion matkaga qo'yganda 90% siz homilador bo'lasiz va bu bola dunyoga keladi, dunyo yuzini ko'radi, tug'iladi. Endi yana qayta eko qilish haqida men siz bilan o'tirib gaplashib olishim kerak. Buni ekodagi imkoniyatlaringizni, sizning tuxumdon zaxirangizni, eringizni urug'ini morfologiyasini, DNK ko'rsatkichlarini eko qilishga necha foiz rezultat olishimni men bilishim kerak. Ana undan keyin sizga ekoni qaysi usulidan foydalanib urinib ko'rganda rezultat baland chiqadi. Men sizga uni tushuntirib berishim kerak. Ya'ni mana bu usulda 80% natija olasiz, mana bu usulda 10% natija olasiz. Yoki o'zingizning holatingizda eko qilishga 20% atrofida rezultat olishingiz mumkin. 20 ta follikul olganim bilan yoshingiz 35 dan oshgan yoki 40 ga yaqinlashgan yoki 40 dan oshgan bo'lsa, uning ichida irsiy nuqsonli embrionlar paydo bo'lish ehtimolligi 90% ga oshadi. Ya'ni biz bu yerda sog'lom embrion ola olmaymiz. Shuning uchun homila yana 3-marta, 4-marta qilganingiz ham o'sishdan to'xtab qolishi mumkin. Buni yechimi irsiy genetik tekshirish. Lekin uning uchun sizda follikular zaxirangiz kam bo'lsa, men sizga boshqa variantlar berishga majburman.